Kimsan og'ayni shoshmagin? Shoshmasang-chi, kimsan? Axir bechora og'aynimiz bekordan bekorga o'lib ketaveradimi? Biror ilojini qilsang-chi, do'stim. Axir vrachsan-ku, vrachsan, do'stim. Kimsan og'ayni maslahatli ish bor. Menga kasal nomini aytgan, iltimos sendan. Bilmagan narsangga burningni suqma. Kimsan shoshmagin? Kimsan? Sabr qilinglar, buncha besabrsilar. Sabr qilish mumkin, yana sabrning ham chegarasi bor axir. Klinika yurmasdan Chirchiq tibbiyot markazimizga voqeliklar olib kelish kerak edi. Ana shunda kasallik avji olib ketmagan bo'lardi. Biz qatdan bilib o'tiramiz buni. Men bugunoq davolayman. Aniqmi? Aniq. Tur, Diyos og'ayni, sen klinikada yotmayapsan. Sen Chirchiq shahar tibbiyot markazida yotibsan. Tur og'ayni. Barakalla. Ana tuzalib ketdi. Kimsan boy? Men Chirchiq tibbiyot markazida davolanib tuzalib ketdim. Tentak, nega o'rningdan turding? Diyos.